Tushunursan. Kechagi tun judayam yomon bo'ldi. Ha, ifloslardan qasos olmadim. Shunchaki meni olib qamab qo'yishdi xolos. Afsus, ularga kuchim yetmadi, lekin qanaqasiga kuchim yetishi mumkin edi. Bir o'zim edim qurolsiz va ham meni qamab qo'yishdi. Lekin kecha ketgan rahmat meni qutqarib qoldi, ammo unga minnatdorchilik ham bildira olmadim. Qaniydi uni yana qaytib uchratib qolsam. Afsus, lekin uni boshqa uchrataman deb o'ylamayman. Uyga qaytish variant emas, shuning uchun qabristonga borib qolaman. Afsus, ketdim. Video avvalida sizlarga Gummi Minecraft kanalini tavsiya qilib o'taman. Do'stlar, kelinglar Gummiga 5000 ta obunachi yig'ishda yordam beramiz va mendan salom aytib qo'yamiz. Chunki u yerda juda ham qiziqarli videolar bor. Ularni ko'rib aslo zerikmaysiz va mendan salom ham aytib qo'ying. Ссылка описаниеda va kommentariyada. Bu shaharda bir necha haftadan beri yuribman. Qancha odamlarni o'ldirishga ulgurdim, ammo qotilni hali ham topolganim yo'q. Tushunursan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hech bo'lmasa keyin qabrini ziyorat qilaman. Bu yerda qabrlar juda ham ko'p. Meni o'ldirganlar ham shu yerda bo'lsa kerak. Xo'sh, kimdir o'tirdimi Keitni qabrining yonida? Xo'sh, 3-qator va salom. Salom, bu siz? Sen anavi narkom bordagi yigitmisan? Ha, meni qutqarganingiz sizga rahmat aytmoqchi edim. Arzimaydi, bu yerda nima qilyapsan? Sizchi? Bu meni singlimni qabri Keitni. Nima, sizni singlingizmi? Ha. Bu esa menga xuddi opamdek bo'lib qolgan. Men esa o'ylabman uni navbatdagi yigitimsan deb. Xo'sh, o'zi u bilan qanday bog'liqliging bor? Qanday nima desam ekan, opa, uka bo'lgansizlar u bilan o'lishdan avval. Xolos, bilasizmi, u mening eng yaqin odamim edi. Meni oilam to'liq emas va akam ko'pincha meni uradi va ko'chaga haydaydi. Ket esa uyiga qo'yardi meni yashab turishga. Tushunarli. Bilasanmi, men baribir bu yerdan ketyapman, shuning uchun Keitning uyini kartini senga qoldirib ketaman. Istesang yashashing mumkin yoki sotib yuborib bilmadim. Ammo men hammasidan charchadim. Qotilni qidirishdan va boshqalarni o'ldirishdan. Shuning uchun taslim bo'laman shekilli va bu meni oxirgi ishim bo'ldi. Menimcha nafaqaga chiqish vaqti. Bilasizmi, menimcha men Keitning qotili kim bo'lishi mumkinligini bilaman. Yo'q, nima demoqchisan? Xolos, bir ish bo'lganda. Qanaqa ish? Tushunursan, kimnikiga borsam ekan? Xo'sh. Yo'q, bu bugun dadasi bilan Balg'ovga ketgan. Bu Qurumsoq bu. Keitga qo'ng'iroq qilaman. Xo'sh. Allo, Keit. Salom, yaxshimisiz? Meni akam haydab yuborganda uyingizga borsam bo'ladimi? Ko'pga emas, bir kunga xolos. Shundaymi? Katta rahmat. Bugun uyga bo'la olmaysizmi? Tushunursan. Yo'q, hech qisi yo'q, mayli. Xo'p, qo'ymay turaman. Va qo'ymay turasan, keyin nima bo'ldi? U qo'ldagi telefon bilan kirish eshigini ochdi va bo'ldi. Qanaqadir cholni g'alati ovoz keldi. Shundan keyin Keit juda ham qattiq baqirdi. Baqirgandan so'ng esa bo'ldi. O'sha mudhish xabar. Tushunursan. Agar senga taxmin qilinayotgan gumondagi o'sha cholni ko'rsatsam, ya'ni ovozini eshitirsam, taniy olasanmi? Albatta taniyman. Meni xotiram yaxshi va ovozlarni juda yaxshi eslab qolaman. Unda ajoyib. Yura qol, men bilan bo'l. Qotilni topishimizga oxirgi imkoniyat bo'la qol. Xo'p. Shu yerda bir chol o'tirardi. Menimcha o'sha bo'lishi mumkin. Tushunursanmi, bu yerda yo'q. Endi nima qilamiz? Hech nima, Keitniga kirib kutib o'tiramiz, dam olamiz va men ham anchadan beri uxlamagandim. Sen qarab turasan. Xo'p, qayerdan bilaman u cholligini? Hech qisi yo'q. Men o'zim uyg'onganimda qarab ko'raman. Agar kelgan bo'lsa, bir yo'qlik qilamiz uni. Xo'p, mayli. Tushunursan. Lekin bilasanmi, bu hammasi juda ham g'alati, chunki menga bu yerda yashaydigan chol juda ham yaxshi tuyulgandi. Ammo 100% u bo'lmasligi ham mumkin. Bo'pti, men biroz dam ola qolay. Kecha o'lib ketibdi-ku. Tushunursan, chol kelgandir.
Yaxshi. Xo'sh. Ha, kech bo'lib ketibdi. Xo'sh, bolakay, birov kelmadimi? Yo'q. Halim o'tirsammi? Okey, mayli, hozir o'zim qarab ko'raman. Charchamadingmi, zerikmadingmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Okey, xo'sh. O'tiribdi. Hozir bu yerga olib kelaman, seni ichkari yashirinib ol, tushundingmi? Men uni gapirtiraman, aytasan menga. Xo'p. Bo'ldi. Yaxshi, ishni o'qish kerak. Chinursin. Jonli vaqtlar. Xo'sh. Bobojon. O'g'lim, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Bilasizmi, u yerda ichkarida bir narsa bor edi. Siz axir eski tusga olasiz-ku, to'g'rimi? Ha, olaman. O'shani balki olarsiz-a, menga pulingiz kerak emas, shunchaki olsangiz bo'ldi. Uyni sotmoqchi edim, xalaq beryapti. Xo'p, farqi yo'q. Menga uyga kirsam sartmi? Albatta, nima bo'ldi? Ishga olib chiqa olmaysanmi? Ha, olib chiqishim mumkin, lekin ichkarida ko'rganingiz yaxshi. Agar kerak bo'lmasa, birdaniga axlatchilarga aytaman, o'zlari olib chiqib ketishadi, tashlab yuborishadi. Bo'lmasa, u narsalar juda ham ko'p va og'ir. Shuning uchun tashib chiqish qiyin bo'ladi. Shunchaki ko'rsangiz, tashib chiqishimiz mumkin. Ha, ketdik. Ajoyib. Yaxshi. Jon qafasga tushdi. Hamma narsa ichkarida turibdi. Hozir biroz tartibga keltirib olay. Xonani aks holda dam oladigan xonam, o'zingiz tushunasiz. Xo'sh, o'shami? Ha, o'sha uni ovozini adashtirishni iloji yo'q va gapirish ohangini ham. Okey. Bobojon, xo'p, nima bo'ldi o'g'lim? Bilasizmi, sizga bir gapim bor edi, xolos. Mana senga, singlim uchun iflos bo'la qol. Battar bo'lsin, yaramas. Ovoz chiqarishga ham ulgurmadi. Yoki adashdimikan? Hech qisi yo'q, baribir ham iflos odam edi. Xo'sh, o'ldirdingizmi? Ha, o'ldirdim va menimcha bu 100% o'sha, chunki uyga kiramiz deganimda birdaniga o'zini g'alati tuta boshladi. Ham gaplashganimizda ham sezgan bo'lsang o'zini g'alati tutardi, tezroq bu yerdan chiqishga urinib. Ha, to'g'ri, lekin endi nima bo'ladi? Endi men bu yerdan ketaman, u esa senga qoladi. Jasad nima bo'ladi? Shkaflarni birda bloknot bor, ana o'sha yerda raqamlar yozilgan. O'sha yerda tozalovchilarni raqamini top va men nomimdan buyurtma ber. Bepulga kelib hammasini tozalab ketishadi. Xo'p, katta rahmat sizga yana bir bora. Arzimaydi. Umid qilamanki, hayoting yaxshi tomonga o'zgaradi, bolakay. Ha, katta rahmat. Ha, bugun havoning avzoyi buzuq. Bunaqangi havoda sayr qilmagan ma'qul, lekin ketishga chipta olib qo'yganman va bekor qilish niyatim yo'q. Ha. Bu yerdan nihoyat ketaman va hammasini unutaman. Boshqa ishga qaytmayman. La'nat ablah. Qo'lga tushdingmi? Bo'ldi. Tamom bo'ldim deyaver. Tushunmadim, siz kimsiz? Mendan nima istaysiz? Politsiya xonada o'ldirgan qizingni otasi bo'laman. Men hammasini ko'rdim video yozuvlarda. U qo'lni ko'tarib sendan iltimos qildi, ammo baribir otib tashlading. Iflos, vijdoning bormi seni? Bu ishni boshlaganimda allaqachon vijdonimni sotib bo'lgandim. Shuning uchun istasangiz o'ldirishingiz mumkin. Na achinadigan, na yo'qotadigan narsam bor. Hammasi uchun javob berasan. Men o'zingga qabr qazishga majburlayman. Hali shunaqangi o'lim topasanki, menga ishonaver. Ha, buni unutmayman. Juda ham yomon bo'ladi. Iflos. Qismatim boshqa bir qasoskorning qo'lida o'lim topishga ekan, nima ham qilardim? Qasos bu uzluksiz zo'ravonlik zanjiridir. Bugun men, ertaga meni, undan keyin esa boshqani. Faqat eng kuchlilargagina boshqalarni kechira olish nom etilgan. Men esa afsuski onaqalardan emas edim. Qasos olishda boshqalarga yordam berardim. Oxiri esa o'zim qasoskorga aylandim. Endi esa o'zimga o'xshagan qasoskorning qo'lida o'lim topdim. Jennerson, abonent apparati o'chirilgan degani nimasi? Menga kerak vaqti hech qachon bo'lmaydi. Agar men kerak bo'lsam, darrov janob vazir deb qo'ng'iroq qiladi. Yaramas qilib qo'limga tushsin. Ko'tarib qolsangchi. Bu ablah bizni omborxonamizni, millionlab dollarlarimizni yo'q qildi. Eng asosiysi esa qurolbardor og'aynilarimizni yo'q qildi. Biz buni kechirmaymiz. Uni topamiz.
Qo'yil, umrimda birinchi marta qurol degan narsani qo'limda tutishim qoldirib ketibdi darb. Balki qaytarib berarman, a. Menimcha ketmagan bo'lsa kerak. Agar hozir chiqsam o'lgurishim aniq. Ha, yaxshisi qaytarib beraman.